Assalomu alaykum, hurmatli Baxmal Anguslar kanalining qadrli obunachilari, chorva ishqibozlari, Semental Angus ishqibozlari. Bugun 2025-yil 22-mart haftaning shanba kuni biz Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Oqtepa mol bozoridamiz. Aynan Ho'kiz bozorida turibmiz. Narxlari bilan tanishtirib o'tishga harakat qilamiz inshaalloh. Aka, shuni savdosi bo'ldimi? Yo'q, hali tutgan yo'q. Necha pulga bo'ladi? 11,5 qilyapti. Bozor, ha? Mana bozor 11,5 million so'm so'rayapti ekan mana shuni ovozda. 11,5 million so'm. Aka, bular necha pul so'rayapti? Ikkalasini 22 so'rayapti ekan bozor. Bozor necha so'rayapti? 12 million. Ha, bozor 12 million so'rayapti ekan. Mana shuna ovozida. Ikkalasini bir joyga necha pul so'rayapti bozor aka? Ha? 15 dan 30 gami ikkalasini. Shvedmi bular? 15 million so'mdan 30 million so'mga ikkalasini bozor qilyapti. Charchabdimi deymi? Bu necha pul so'rayapti aka? Ertamadan 10 so'radi, hozir 12,5. 12,5 million so'm so'rayapti ekan mana shu bozor. Ko'ring aka, yaxshi. Bunisini necha pul so'rayapti? Bozor necha pul qildi aka? 14 million 714,5 so'rayapti ekan. Baxmal Anguslar. Bugun bozorga mol ko'p tushdi. Mana hozir soat 10 ga yaqinlashganiga qaramasdan, lekin bozorda mol to'la. Necha pul so'radi shuni aka? 14 million 800. 14 million 800. 14 million 800 so'rabdi. Siz necha pul deyapsiz? 15 tepasiga berilar aka. Aka, buni necha pul so'radi bozor? Ba aka, bozor 16 million so'm qilyapti ekan bozor. Ertalab 17 ga bermagan ekan. Necha pul so'raysiz? Endi 16,5 million so'rayapsizmi? Baxmal Anguslar. $16,5 million so'm so'ralyapti ekan. Necha pul so'rayapti aka? Bozor 16 so'rabdi. Siz necha pul deyapsiz? 16,5. Egasi 16,5 million bo'lsa, baraka qilamiz deyapti. Sizniki aka? Bozor 15 so'rayapti ekan, yonidagi mana ola buqani. 15 million so'm. Ha? shu cho'nim shu. Bo'ldi shu. Shun. Mana olyapsiz-ku. Necha pul so'rayapti bozor uchalasini? Bozor necha qilyapti uchalasini? 15 dan uchalasini 15 million so'mdan 45 million so'mga so'rayapti ekan bozor. Siz necha pul deyapsiz? 17 million so'mdan kami bor ekan. Necha pul so'rayapti bozor? 34. Ikkalasini 34 million so'm qilyapti ekan. Bozor 34 so'radi. Aka, sizga necha so'ra bozor? Baxmalangizlar, ha?
17 million so'm so'rabdi bozorlar. Aytilishga aytiladi, lekin hamma buqalar turibdi mana, qator bu. Ha, Qaydan kelodingizmi? o Samarqandga keluvdi, firmadan olindi. Bormi? Mana qadrli obunachilar, bugun bozorga novvoslar, mollar juda ham ko'p tushdi. Soat necha bo'ldi? Qarordi. 9 ha. Boya 10 deb adashib ketmiz, uzr. Soat 9 bo'lyapti, lekin mollar hali juda ko'p turibdi bozorda. Mana. Aka, ikkalasi bir joyda necha pul so'ra? 34, 17 milliondan 34. Mana shu ikkita ola bolalarni 34 million so'rabdi mana shu ikkalasi. Necha pul so'rayapti aka? Uchalasi ham sizdanmi? Necha pul so'ra? 50 million, uchalasi bir joyda 50 million so'rabdi bozor. 50 million so'm. Shunda 16 million 17 milliondan bo'lganda 51, 16 million qanchadandir tushadi. Aka, bozor necha qildi? Bozor 17 million so'm qilyapti ekan. Hamma 17 ni yodlab olganmi, deymi? 17 million so'm so'rayapti ekan bozor. Qo'ylar 1.20 atrofida chiqib qolsa kerak. Buni 20 aytyapsizmi? Bu 20 million so'm kam bor ekan, bular 18 million so'mdan kam bor ekan. Mana 18 million so'mdan kam bor, mana buni esa 20 million so'm kam bor ekan. Mana Grenfordlar, yemlangan Grenfordlar 4 ta. Bu savdosi bo'ldi akalar? Siyatni bir oyda 85 soat bo'lyapti. 85, 4 talasi ham? 4 talasi bir joyga Grenford parodalar 85 million so'mga baraka bo'libdi. Mana pulni sanab olishyapti. Dollar kursini ko'rishyapti, menimcha adashmasam. 83 million. 4 talasi 85 million so'm. Shunda hop 20 million 21 million 250 ming so'mdan tushibdi. Живой veslar taxminan 400 plus minus orasida. Grenford parodalar. Qaysi kanal? Baxmalangishlar kanal. Mana o'zi zo'r ekan, baqo. Ustilari ham yalpoq bo'lib ketdi. Ha, eng yo'g'on shu ekan. Qaysi kanal? Baxmalangishlar. Mana Smeshenni Angus, qadrli obunachilar, taroziga 57 ming so'mdan berilmabdi. Taroziga 57 ming so'mdan so'raldi. Va aka, tortdingizmi buni? Ha, tortilmabdi. Yo'l ochib qo'ydi akalar, yo'l akalar. Aka, ikkalasini bir joyda necha pul so'radi? Ikkalasini 34 million so'm so'rayapti aka. Yo'l ochib qo'ydilar. Aka, necha pul so'radi buni? 22 million so'm so'rabdi bozor. Sementalchi, semental. Aka, semental necha pul so'radi? Blogerlik ham qilasiz. Ha, 23. Ketdi o'chal oxiri. Voy, bilat. Aka, shvedni necha pul so'rayapti bozor? Ha, ikkita shved 55. 27,5 million so'mdan 55 million so'm. Siznikicha aka, bu necha pul qildi bozor? 21 million so'mga bordi mana hozir. Bo'ylari 1.35 lar bor. Balki 1.40. 1.40 bormi deyman bo'y, ha? Balandligi baland ekan, 1.40 lar bor ekan.
Aka novvoschalar nechi pul so'rab hozir? Ikkalasini 11 million so'mdan so'rayapti ekan. Mayda mollar qimmat lekin mana. Ikkalasi 11 million so'mdan. Nechi puldan so'radi aka bularni? Talasini 35 million qildi. To'rtalasini 35 millionga so'rabdi. Qadrli obunachilar, mayda g'unajintanlar, bozorga bugun mol juda ham ko'p tushdi. Mana savdo yo'q, hammasi turibdi. Bozor tashlayapti, narx-navo. Oladiganlar hozir olib qolish kerak. Aka, ikkalasini necha pul so'radi bozor? Ikkalasini 13,5 million so'm so'rabdi g'unajinlashalar. Aka, bular necha pul so'radi bozor? Bozor necha pul so'radi? Ikkalasi 12 so'rabdi. 6 million so'mdan 12 million so'm. Necha pul so'radi aka buni? 10 million so'm. G'unajin. Avlikol chatishmi deyman a? Ikkalasi necha pul qildi aka? Necha? 9 million so'm. Va ikkita g'unajimiz 9 million so'mdan so'rabmiz. 18 ga. To'qson ikki, 93 so'rabmiz. Necha pul so'radi bozor aka? Bozor necha pul so'radi? 22. Bolasi erkakmi? 13mi bolasi? Urg'achi. Nechinchi tug'ishi? 3-bola 22 million so'rabdi bozor. Nechta suti bor? Suti 7-8 ta ekan. 22 million so'm so'radi. Aka buni necha pul so'radi? Bola g'unajini 18,5 million so'm. Nechinchi bola? 3-bolasi. 18,5 million so'm. Sutichi suti. 10 ta suti bor ekan. 8,5 million so'm. Necha pul so'radi aka? 14,5 million so'm. Nechinchi bola? 3-bola, novos. Bolasi novoscha, 3-bola. Suti 8 ta suti bor ekan. Mana bolasi. O'ncha pulidan saqlataman, shu O'zbekiston xalqi bo'lsa bo'ldi. Necha pul ekan puli? Buni 20 million deyapman. 20 million so'm kam bor. Nechinchi bola? 3-bola. Mana bolasi. Novosmi bolasi? Novoscha bolasi. 3-bola, bolasi 1 novoscha. litrlik bankaga 10 ta banka o'lchaydi deydi. 10 litr. 10 litr suti bor ekan. Ayting nomer. 90lik 191 48 59. 90lik 191 48 59. 59. Bolasi anguscha ekan. Sana Aka, nechinchi bola bu? Ikkinchi bolasi. Erkakmi? Yo'q, yo'q. Urg'och. Nechta suti bor? 12 tasiga garantiyasi bor. 12 tasi kerak. Necha pul qildi bozor? 21 million 500 mingga bermadim hozir, ertalab 22 million 100 ming bermaganman. 21 million 500 qilyapti bozor. Nomer ayting. Nomer Ha. 94lik 94lik 181 181 31 37. 31 37. Ha, bolasi semental ekan, g'unajin ekan. Nechta suti bor? Nechinchi bola? 10 ta, 3-bola 10 tadan ziyod suti bor ekan. Bozor necha pul qildi? Bozor 27 million so'rabdi, bolasi semental. Suti 10 tadan ziyod. Mana buzoqchasi bolasi. Telefon nomeri ayting.
94lik 535 535 62 60. 62 60. Telefon qilaverasizlar kimga qiziq bo'lsa. Rahmal Anguslar kanalining qadrli obunachilari, bugun Oqtepa mol bozorimizda chempion sigiri. Nechta suti bor aka? 30 litr sutiga javob ekan. Nechi tug'ishi? 3-chi bolasi erkak novvoscha ekan. 3-chi bola. Bo'ylar, balandliklari ham 1.70 bormi? 1.70lar bor ekan mana. Yelinlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Mashalloh. Telefon nomeri ayting, qiziqqanlarga aloqaga chiqing. 97lik 288 38 38. Siz bo'yingiz nechi? 1.80. Bir oldiga o'ting-da. Mana dehqon akamiz bo'yi 1.80 ekan mana. Haqiqatda o'ta baland mol ekan. 1.70lar bor. Mashalloh. Alloh taolo mana shunday jonzotlarni yaratib qo'ygan. Haqiqatda ko'rib ko'zingiz quvnaydi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini qoldirdik, aloqaga chiqaverasizlar. 30 ta sutga javob ekan, 30 litr sutga.